Menden en ko'p so'ralgan savollarning birisi bo'lgan cho'ng taxsili kalgoch qorimizni qanday qilamiz degan urug'tiqanliga. Mana bugun eng tafsiliy bo'lgan qilish usuluna keldim. Qilish usulimiz nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqum o'rganalaysiz, samsugunish boshlaylik ketdi. Ketadigan materiallardan kaliniki qo'g'ri go'shtni ishlatamiz. Dal mushirini qilganda tag'im yeyishlik bo'ladi. Ko'k o'tashlardan bo'lsa, sabza, yangi ko'k qizillazlarni suratdagidek mana mush cho'nliqda to'g'ri olib, orqadan sanab turib 10 ta atrofida shenjavni suvga chilib olib, qozonga muvofiq miqdorda may qo'yib, keyindilla 30 gram atrofida oqish kesilib, taxminan 30 sekund atrofida suratdagidek mana mush holatda to'xtamay qo'ysak, ko'pish paydo bo'ladi. Ondan kalgochni silib, ost ustini bir nechta aralashtirib, kalgochni rangiga kirgizib, biz baya tayyor qilib qo'ygan zanjivil, so'ng piyoz va shallazlarni silib, uzoqroq qo'rib kalgochning suyini bir qadar to'kib, aralıqda ko'rib mishagich kepsizlar urug'tiqqanlar. Ajrimga qo'llash ustidan yurakdan birini bagaj ko'rsangiz rahmat. Go'shtning suyi to'liq tukkandan keyin cho'ng ustamning to'qorib tetqosini bir xil solamiz. Cho'ng ustamning cho'nligi bor deb oilamizda tapanji, tapanyanro qilgan vaqtda ta'minot sirtnigidek yaxshi qilinmagan urug'tiqqanlar mushni ishlasangiz bo'ladi. Gapimiz qaytib kelsak, ustiga ko'proq miqdorda suv qo'yib, qaynagandan keyin ko'piklarni suvitib, taxminan 40 minut atrofida tuvan o't qaynatib olib, arqadan sabza va yangilarni silib, buni yana 15 minut qaynatib, ko'k qizillazza, samsaq, so'ng piyoz va oz miqdorda tuz silib, ost ustini bir aralashtirib o'tgandan keyin 2 qo'shq atrofida achchiq suv va to'g'rab tayyor qilib qo'ygan yubasini silib, buni birini aralashtiribla taxsiga to'kkandan keyin mana ma'nodek nihoyat umaq bo'lgan xo'jalarni cho'risiga tizib, mana mushning bilan yeydigan bo'lsak, ta'mi nihoyat o'zga chiqadi urug'tiqqanlar. Amiz tayyor qilgan mazmunum sizlarga azroqli qimmat tuyg'usi akiladiganlar bo'lsa, yaxsiz yurakdan birini berib qo'ysanglar, kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.